Uyingizga mos gilam qidiryapsizmi? Bugun turli xil gilamlarni solishtirib, eng sifatlisini topamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Gilam tanlashingiz yanada osonlashadi. Bu gilamimiz Jizzax Yevroziya gilamlar zavodida ishlab chiqarilgan bo'lib, sifati o'rtacha va arzon, yaxshi vid bera oladigan gilamimiz. Kачествосini ham ko'rishingiz mumkin. Ancha yil xizmat qilib beradigan sintetik aralash polipropen iplaridan to'qilgan 1 kvadrat metrini 68 ming so'mdan gilam bazamizdan xarid qilishingiz mumkin. Bu asosan neoklassika, klassika va high-tech uylarga ham tushadigan fasonimiz hisoblanadi. Bu gilamimiz esa Samarqand Samertex gilamlar zavodida ishlab chiqariladi. 3x4 razmerda materiali HB paxta hisoblanadi. Bu gilamimiz juda ham ko'p yuriladigan xonalarimiz, hollar, har doim o'tiradigan xonalarga tavsiya qilamiz. Sababi musor o'zida ushlab qolmaydi, tozalash oson va uzoq yillar davomida xizmat qilib bera oladi. Bemalol himchiskaga berib ishlatishingiz mumkin. 1 kvadrat metrini 125 ming so'mdan gilam bazamizdan xarid qilishingiz mumkin. Bu gilamimiz esa mayinlik bo'yicha eng oldi o'rinlarda turadigan gilamlarimizdan hisoblanadi. Juda ham yumshoq, juda ham odamning o'ziga yoqadigan, allergik emas. Musorlarni ham bemalol prisoslarda, prisporgalarda tozalashingizga oson, kamroq yuriladigan xonalar, svetli remont qilingan xonalar, high-tech xonalarga, zallarga solishingiz mumkin. 1 kvadrat metrini 195 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Agar siz ham gilamlarni optim narxlarda sifatlisini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizning gilam bazamizga tashrif buyurib, 200 ga yaqin assortimentdan uyingizga mos keladigan gilamlarni taklif etib, xonadoningizga yetkazib beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.